ana shu amalni qilib qo'ydim deya bizlarga murojaat qilishlaringiz kerak bo'ladi. Ya'ni umra amallari to'g'ri bo'lishligi uchun, oyat va hadisga muvofiq bo'lishligi uchun har bitta amalni biz aytganimiz kabi bajarishlaringiz lozim bo'ladi. Ana shu uchun bir yoqadan bosh chiqarib, inshaalloh mana biz 46 kishi bo'ldik. Barchalarimiz Xudo xohlasa umra amallarini chiroyli shaklda qilib olishligimiz lozim bo'ladi. Bu maskanlar Alloh taolo o'zining shariatini, o'zining Qur'oni Karimni qiyomatgacha bo'ladigan dinni mana shu maskanlarda nima qildi? Nozil qildi. Alloh taoloning sevgan bu yurtlarini, bu haram qilib qo'ygan bu Ka'ba, bu Madina Munawvara yurtlariga kelyapmiz. Alloh taolo bizlarni chaqirdi. Ya'ni biz Alloh taoloning erkatoy mehmonlarimiz. Ana arab tilida do'yufillar deydi, Alloh taoloning mehmonlari edi. Biz Alloh taoloning baytiga, Alloh taoloning uyiga mehmon bo'lib kelyapmiz. Alloh taolo o'zining baytiga bizlarni chaqirdi. Alhamdulillah, ana endi qilayotgan ibodatlarimizni Alloh taolo va hadisda